Terim judayam quruqlashib ketyapti. Bundoq qarasangiz, har kuni krem suraman, qandaydir dorilar olib qildim, lekin umuman foydasi bo'lmayapti. Bunga biror bir chora bormi? Singiljonim, oddiygina tanangizga suv berasizmi? Ha. Suv ichasizmi? Ha, bir kunda 2 litrgacha suv ichaman. Demak, sizda oshqozon, ichak traktida muammo bor. Bilasizmi? Bir haqiqatni bilishingizni istayman. Bu juda ko'plarga tegishli. Suv ichaman. Organizmga suv beramiz, lekin quruqlik bo'laveradi. Biz kremlar bilan uni to'ldirmoqchi bo'lamiz. Aslida-chi, bilasizmi nima buni sababi? Aynan buni sabab tanangizda suvni so'rilmasligi. Yo'g'on ichakdan suv ichamiz biz. Biz suvni yo'g'on ichakdan, oshqozondan, og'izdan ichdik, butun tanamizga suv bordi degani emas. Aynan eng katta foizini yo'g'on ichakda ichamiz. Sizda zapor bor, to'g'rimi? To'g'ri. Ich qotishi bor. Aynan ichakda suv so'rilmayapti. Shuning uchun ham siz birinchi ovqat hazm qilishdagi muammolarni, demak, zapor yaxshi, ichak peristalkasi yaxshi ishlay boshlagandan keyin suv so'rilib boshlaydi va teringiz nam ola boshlaydi. Hozir esa to'laqonli suvsizlik. Bilasizmi, yana bitta sizga tavsiyam bor. Bioanalizatorga tushib ko'rishingizni istayman. Bioanalizatorda tanangiz qanchalik suvsizligini va ichagingiz qanday holda ekanligini ham bilib olasiz. Agar suvsizlikni asl sababini bilmoqchi bo'lsangiz, bioanalizatorga tushib va mendan to'laqonli konsultatsiya olishingiz mumkin. Men bilaman, bu bo'yicha juda ko'p yurtdoshlarimiz murojaat qilishadi. Terida quruqlik. Biz esa uni nima bilandir namlanishga harakat qilamiz. So'rasam suv ichaman deydi. Lekin bioanalizator tashxisida esa suvsizlik chiqadi. Biz suvni qayerdan ichamiz? Asl sabab bu yerda ichakda muammo. Ich qotishi, zapor deymiz, to'g'rimi? Aynan shu holatda bizga kerakli bo'lgan suv ichaklarimizdan so'rilmaydi. Qadrli kuzatuvchilar, buni aniq bilishni istasangiz, bioanalizatorga tushib, tanangizdagi butun holatni, hatto suvsizlik sabablarini ham bilishingiz mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol Telegram guruhimga o'tib, menga onlayn emas, offlayn konsultatsiya kerak deb yozishni yo lokatsiya so'zini qoldirsangiz, yordamchim bog'lanib, demak, navbat beradi.